o'tirdim, 5-siga qaytib qarayman. Dadamga bozordan teka olgin desam, ayam raddimdan uka o'tiribdi. Siya 5 minutgina bolamga qarab turing. Ha, Obidga bering, qarab turadi. Ha, apting. Tekin enagamanki sizlarga. O'zimda kalam kamni qilganda sizdan ham bolangizga qarayman. Olib chiqsangiz eringizni ham qarab o'tiraman. Bittagina 12 bo'lgan deydi, gazini bosib ketadida bolaga qara, kashasini jitirlardan qutulaydi. Obidna, ukangga qarab tur, opa-singillarga ishlayiga borib keling. Hozir o'ylaydi, hozir o'rtanchingizni uxlatuvdim. Malades, endi buni o'ynat. Shu bo'shmanda soddamanda chirt etib birinchi tug'ilmay, akalamga o'xshab pisib. Kechira tug'ilganimda shikillar yo'qmidi. Allo, bir kuni. Obid, ukalaringga ovqat ber. Obid, ukang tuvagini tozala. Obid, ukalaringni uxlat. Ha, ayting, uxlatding, erkalatding. Bala qo'ygan katta farzand ekanda. Ha, Obid, qayerga ketyapsan? Yaqinda 12 mashina yutib olaman, ashunda ketaman. Qanday yutasan? Hozir Uzunbankda katta konkurs o'tkazilyapti. Ashida 12 yutib olishingiz mumkin. Shunchaki Uzunbank предложениyasin skachet qilib olasiz, aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Har ikki haftada bittada mashina o'ynaladi. Vo, zo'r-ku. Hozir skachet qilib olaman. Sen bor ukalaringga qara. Dadasi o'zining natijalari chiqdi, ishqib qiz bo'lsin-da. Ishqib o'g'il bo'lsin-da. Ishqibgina ayam qonidan bo'lgan bo'lsin-da. Voy o'g'il ekan. Ya sali inson bo'ladi, nima qilyapsizlar? Har kunda umrim tuyak bilan sumak o'rtasida o'tib ketyapti-ku. Ha, katta farzand bo'lgandan keyin qaraysan-da. Aybim katta farzand bo'lganimmi? Uka qaraverib 15 ga kirmay qarib qolgan bitta menmi? Yo, sizlarda ham shunaqami?